Assalomu alaykum. Bugun mikrobiologiyani, biologiyani ikkinchi qismini gaplashamiz. Demak, bu qismda biz asosan bakteriyalarning genetikasi, endotoksin, egzotoksinlar va gram musbat bakteriyalarning klassifikatsiyasi bilan tanishib chiqamiz. Shulardan birinchisi bu bakteriyalarning genetikasi, evolyutsiya natijasida tashkil topgan xususiyatlari va ulardan ham birinchisi, demak, transformation jarayoni haqida gaplashamiz. Transformation mana bu grafikda ko'rsatilgan bir bakteriyani lizis qilib DNKsi ajratib olinganda, mana naked DNA deyilgan, yalang'och DNA DNKsi ajratib olinib, uni boshqa bir bakteriya bilan bir muhitda joylashtirganimizda, mana shu DNA demak, o'zini demak, yonma-yon o'stirilgan bakteriyani DNSga, genomiga integratsiya qilishligi mumkin. Mana shu jarayonni biz transformation deb ataymiz. Mana bu demak rasmda ko'rsatilishi mumkin. Retsipientniki, mana bu esa binafsha rangda esa integratsiya bo'lgan, mana bu naked DNA dan transformation bo'lgan DNA da. Bu transformation bo'lgan donor DNA genom tarkibiga qo'shilgandan so'ng o'zini ekspressiya qilishligi mumkin bo'ladi. Ekspressiya qildi degani protein sintezida ishtirok etdi degani. Xo'p, protein sintezida ishtirok etadi va shu bakteriyaning yangi xususiyatini belgilab beradi. Masalan, tasavvur qiling, mana bu naked DNA olingan bakteriya kasallik qo'zg'atuvchi bakteriya bo'lsa, ma'lum bir kasallikni qo'zg'atuvchisi bo'lsa, plus mana bu resipient bakteriya bo'ladigan bo'lsa, bakteriya demak kasallik qo'zg'atmaydigan bakteriya minus. Aynan mana shu ikkita demak transformation jarayoni orqali naked DNA o'zini demak genomiga integratsiya bo'lishligi natijasida endi hosil bo'lgan yangi rekombinant bakteriya demak kasallik qo'zg'atuvchi xususiyatga namoyon bo'ladi. Plus shu orqali demak bakteriyalar o'ziga xususiyatlarni boshqa bakteriyalarga o'tkazishligi mumkin. Bu demak mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Aytilyapti, juda ham ko'p bakteriyalarning xususiyatlari hisoblanadi. Demak, mana S5 da misol keltirilgan Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza type B hamda Neisseria bakteriyalari. Mana shuni Shin mnemonikasi orqali yodlab qolishingiz mumkin. Demak, har bir bakteriyaning keyingi qismlarida gaplashib chiqamiz. Mana shu bakteriyalar o'zi transformationni kuchli namoyon qilar ekan. Endi mana shu biz naked DNA ga biz deoksiribonukleaz ferment qo'shadigan bo'lsak, mana shuni demak DNKni parchalab tashlash orqali demak o'zini transformationni preventing qilishi mumkin, ya'ni oldini olishligi. Lekin mana bu demak DNA ni nima qiladi? Parchalab tashlashdi. Xo'p, keyingi gaplashadigan konsepsiyamiz mana bu conjugation jarayoni. Conjugation degani sodda qilib aytganda ikkita bakteriyaning yonma-yon joylashib o'zaro genetik informatsiyasini almashtirish hisoblanadi. Endi buni qanday amalga oshiradi desak, o'zaro mana bu demak sex plus orqali amalga oshiradi. Sex plus degani jinsiy kanal. Jinsiy kanal hosil qilishdagi ma'lumot mana bu plazmidda joylashgan bo'ladi. Rasmda ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun mana bu plazmidlar agar bakteriya plazmidga ega bo'lsa, bu F+ deb ataladi. F+ degani bu fertility plus degani. Ya'ni sex plus hosil qila olgani uchun bu bakteriya fertility, ya'ni ko'payish qobiliyati bor plus degani. Fertility plus degani, ya'ni F+ plazmidda joylashgan, demak aytiladi. F+ fertility plasmid contains genes required for sex plus and conjugation. Endi mana shu plazmid saqlamagan bakteriyalar yonma-yon joylashadi hamda F+ bakteriya o'zida demak sex plus hosil qiladi, jinsiy kanal. Endi mana shu kanal orqali o'zini plazmidini, ikkita zanjirdan iborat plazmidini demak F-, ya'ni fertility minus bo'lgan bakteriyaga nima qilishligi mumkin? O'zini demak plazmidini o'tkazishligi mumkin bo'ladi. Va shuning natijasida endi mana bu fertility minus bakteriya ham o'zidan nima qiladi? Endi o'zidagi plazmidda saqlash orqali u ham endi F+ holatga o'tadi. Endi ko'rganingizda mana shu jarayonni F+ F- conjugation bo'ladigan bo'lsa, unda transfer demak non xromosomal bo'ladi. E'tibor bersangiz, mana non transfer of chromosomal DNA. Bunda nima qilmaydi? DNK demak almashinuv sodir bo'lmaydi. Bu faqat plazmidlar orasida sodir bo'ladi. Ikkala hujayra ham bu jarayon natijasida plazmidga ega bo'ladi. Lekin bu jarayonda bakteriyaning xromosomal DNKlari transfer bo'ladi.
Demak, bu F plus F minus conjugation deyilar ekan. Endi ikkinchi xil conjugation turi bu high frequency of recombination cell deyiladi. Ya'ni plazmidga ega bo'lmagan hujayralar ma'lum bir genlarni o'tishi hisoblanadi. Mana bu grafikda ko'radigan bo'lsak, mana plazmid turibdi. Bu plazmidda xususiyati shunday bo'ladiki, plazmid o'zidagi DNA ni mana bu asosiy DNK ga qo'shilgan xususiyatga ega bo'ladi. Qo'shgandan keyin bizda mana bunaqa high frequency of recombination cell degan umumiy genom hosil bo'ladi plazmid qo'shilish natijasida. Endi mana shu genomdagi ma'lum bir genlarni sex plus hosil bo'lganda ikkinchi hujayraga mana o'tishligini ko'rishligimiz mumkin. Endi mana shu o'tish jarayonida mana bu plazmid o'zining genomini qirqmaydi-da, aynan uni yonida joylashgan mana bu bakteriyani xromosomasidagi genlarni ham nima qilar ekan, ma'lum bir qismini qirqib, boshqa bakteriyaga o'tkazadi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Demak, birinchi bakteriyaning genomi jigarrang deydi-ya, mana. O'tish sodir bo'lganda qarasangiz, mana bu ikkinchi bakteriyani xuddi shunaqa jigarrang nima qilishligi mumkin? Jigarrang DNK qo'shilib qoldi. Bu demak, mana bu plazmid o'zini ko'chirib o'tkazish jarayonida yonida joylashgan birinchi bakteriyani xromosomal DNKsini ham ma'lum bir qismini ko'chirib o'tkazdi. Natijada ikkinchi hosil bo'lgan bakteriya demak rekombinant bakteriya hisoblanadi. Endi mana bu demak birinchi bakteriya o'zini ko'chirib o'tkazishligi mumkin. Ikkinchi bakteriya esa demak nima qiladi? Asosan bu yerda aytilmoqchi, mana bu high frequency of recombination cell o'zini nima qiladi? Qayta o'tkazgan qismini to'ldirib oladi va keyingi bakteriyaga o'zini o'tkazganligi orqali aynan bu ham ma'lum bir genetik ma'lumotlarni o'tkazganligi hisobiga demak bu egzotoksinlarni yoki ma'lum bir kasalliklarni qo'zg'atib chiqaruvchi xususiyatini nima qilishligi mumkin? Boshqa bakteriyaga o'tkazishligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun demak mana bu yerda aytilyapti. Demak recipient cell remains F minus. Demak unda nima yo'q? Plazmid yo'q. F minus. But now may have new bacterial genes. O'zida demak nima? Yangi bakterial genlar mavjud. Aynan mana shu o'z yangi xususiyatlarni namoyon qiluvchi gen. Xo'p, keyingi jarayon bizda mana transaction. Transaction bizda faglar tomonidan amalga oshiriladi. Faglar bakteriya ham deb ataladi. Sababi bu o'zi virus hisoblanadi, lekin mana bu bakteriyalarni zararlaydigan viruslarni biz nima deymiz? Bakteriya faglar deb atar ekanmiz. Endi mana shu bakteriyalar faglar bizda ikki xil bo'lishligi mumkin. Bu litik faglar, aynan o'sha zararlangan hujayrasini, bakteriyasini parchalaydigan faglar litik faglar deb ataladi va parchalamaydigan ularni demak genomiga birikadigan faglar deyiladi. Buni biz lizogen faglar deb ataymiz. Endi shulardan birinchi bo'lib o'rganadiganimiz bu litik faglar hisoblanadi. Litik faglar demak o'zida demak transactionni amalga oshirar ekan. Litik faglar amalga oshiriladigan transaksiyalar bu generalized, ya'ni umumiylashtirilgan transaksiya deb ataladi. Demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Demak, fag o'zini genomini hujayraning ichiga kiritgandan so'ng mana nima qildi? O'zini genomini bakteriyaning ichiga kirgizdi. Kiritgandan so'ng bakterial genomini demak nima qiladi? Mayda-mayda bo'laklarga bo'lib, o'zini genomidagi ma'lumotlar asosida mana bunaqa kapsidlar hosil qiladi. Kapsid bu genomni ustidan qoplab turadigan oqsil qobiq hisoblanadi. O'sha kapsidlar keyinchalik DNKni o'z ichiga qamrab olish natijasida mana bunaqa pake'lar hosil qiladi. Bakteriyafaglar, yangi bakteriyafaglar. Endi bakteriyafaglarga e'tibor berib qarasangiz, ba'zi bir bakteriyafagi o'zini genomini saqlagan, ba'zilar esa bakteriyaning genomini saqlagan. Shuning uchun bu yerda adashib bakteriyaning genomini saqlaganligi uchun buni packaging error deyiladi. Ya'ni saqlashdagi ya'ni o'sha DNKni package qilayotgandagi ma'lum bir kapsidlar bakteriya fagi genomini, ma'lum bakteriya esa ma'lum faglar o'zini nima qilgan? Bakteriyaning genomini saqlab olgan. Endi keyingi mana bu hujayraning lizis qilishligi natijasida bu yangi hosil bo'lgan bakteriya fag tashqi muhitga chiqadi va boshqa bakteriyalarni zararlaydi. Boshqa bakteriyalarni zararlaganda mana bu donordan olingan genlar
o'sha yangi bakteriyaga resipiyentga ko'chirib o'tkazishligi mumkin va natijada mana bunaqa rekombinant bakteriya hosil bo'lishligi mumkin bo'ladi. Genlar transferi to new bacteria. Yangi bakteriyaga genlar transfer bo'lgan. Mana shu jarayon orqali. Ya'ni bu litik faglar ekan bizda. Ikkinchi tip bizda transduction specialized, ya'ni maxsus tur hisoblanadi. Demak, bu faglar bakteriya o'z-o'ziga birikkanda xuddi uni litik faglar singari o'z genomini hujayraning ichiga kiritadi. Genom demak hujayraning ichiga kirgandan so'ng litik faglardan farqli ravishda mana bu xromosomal genlarga nima qiladi? Integratsiya bo'lar ekan. Mana bu ko'rishingiz mumkin. Demak, integratsiya bo'ldi. Endi mana shu genom o'zini qirqib, maxsus kapsidlar bilan o'ralish paytida mana shu qirqilish nima qilar ekan? Aynan mana shu sal uzoqroq joydan sodir bo'ladi. Masalan, mana bunaqa sodir bo'ladi. Ya'ni bakteriya fagi genom qismlari emas, aynan uni uzoqroq qismda, ya'ni bakteriyani genomidan nima qilar ekan? Qirqar ekan. Aynan mana shu demak o'zida nima qiladi? Qirqilgan keyingi bakteriya fagi geni o'zida ham o'zini genini ham bakteriyani qisman kichkina qismini nima qilar ekan? Saqlar ekan. Va shuni hisobiga endi mana kapsidlar hosil qilib bakteriya o'zini genomini o'raganda e'tibor bersangiz ikki xil rangda ko'rsatilgan. Bu yerda ham qizil, ham yashil rangda. Bu yashil rangda bu donor bakteriya, qizil rangda esa mana bu lizogenik fagi o'zini nimasi qismi. Endi mana shu bakteriyalar noqulay muhitga tushganda parchalanish natijasida mana shu o'zidagi lizogenik faglar tashqi muhitga chiqadi va boshqa bakteriyalarni infeksiyalashi mumkin bo'ladi. Infeksiyalaganda mana bu resipient bakteriya, qo'shilayotgan bakteriya o'zida ham fagni ham mana bu yashil rangda ko'rsatilgan oldingi bakteriyani ma'lum genlarni saqlaydi. Natijada mana bu resipient bakteriya endi nima qiladi? Boshqacharoq xususiyatlarni o'zida saqlashligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham rekombinant bakteriya hisoblanadi. Mana shu lizogenik bakteriya fag bundan tashqari bir qancha toksinlar ham o'zida saqlashligi mumkin bo'ladi. Masalan, bu yerda ko'rsatilgan pnevmoniya qilib berilgan grup A streptokokklar eritrogenik toksini, eritrogenik toksini, botulinum demak botulotoksini, xolera toksini, difteriya toksini hamda shiga toksin keltirilgan. Shigallar qo'zg'atuvchisi shiga toksini mana shu o'zlarini toksini sintezi haqida informatsiyani mana shunaqa bakteriya faglarda saqlar ekan. Lizogenik bakteriya faglarda. Lizogenik bakteriya faglarning xususiyati hujayrani parchalamasda doimiy hujayraning ichida turadi. Faqatgina hujayra parchalangandan chiqib ketishligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham hujayraning ichida doimiy bo'lib, lizogenik bakteriya faglar genomga integratsiya bo'ladi va genomga integratsiya bo'lish natijasida mana bu toksinlar haqidagi informatsiyani keyinchalik ekspressiya qilish natijasida toksinlar, oqsil tabiatli moddalar bo'lganligi uchun proteinlar sintezida qatnashishligi mumkin bo'ladi. Ya'ni proteinlar sintez qilib, mana bu toksinlarni sintez qilish orqali tashqi muhitga ekzostoz qilishligi mumkin va turli xil kasallikdan simptomatikani berishligi mumkin bo'ladi bizga. Keyingi genetik xususiyati bu transposition hisoblanar ekan bakteriyalarda. Transposition degani jumping process debdi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bakteriyaning demak ma'lum bir qismi o'zini kesib boshqa bir qismga olib o'tishi hisoblanadi transposition. Bu ikki xil bo'lishligi mumkin. Mana bu plazmid deb misol qilib oladigan bo'lsa, plazmiddagi ma'lum bir qism o'zini kesib bakteriya xromosomasiga ma'lum bir qismiga olib o'tishligi mumkin bo'ladi. Yoki o'zini kopiya qilib nusxasini qiladi-da boshqa qismga nima qilishi mumkin? Olib o'tishligi mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda shuning uchun yozibdi can copy and exercise. O'zini demak birinchi nusxa olib keyingi boshqa qismga o'tkazishligi mumkin yoki o'zini qirqib olib keyin boshqa qismga nima qilishi mumkin? O'tishligi mumkin. Demak, shuning uchun aytibdi critical encrypting plasmid with multiple drug resistant. Ma'lum bir plazmiddagi masalan bu yerda misol qilib berilgan, masalan vancomycin A ga rezistent saqlovchi genlar Enterococcusdan Staph aureusga nima qilishi mumkin? Ko'chishligi mumkin bo'ladi. Bu qanaqa sodir bo'ladi?
mana shu plazmitdagi mana bu qism vankomitsin ega rezistentlik oladigan genlar deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bu demak vankomitsin ega rezistentlik qiluvchi genlar. Bu xuddi yuqoridagi jarayonlar orqali conjugation bo'lib, bir bakteriyadan ikkinchisiga o'tishligi mumkin. F+, F- da ikkalasi ham natijada F+ bo'ladi. Endi yangi hujayra plazmitga ega bo'lgandan so'ng, bu plazmitdagi mana bu transpozon qismi o'zini qirqib olib, bakteriyaning DNKsiga ko'chib o'tkazishligi mumkin bo'ladi. DNKga ko'chib o'tgandan so'ng yangi bakteriya ham xuddi shunaqa vankomitsin A ga rezistentlik genlarini o'zida saqlaydi hamda mana shu vankomitsinga rezistentlikni namoyon qilishligi mumkin bo'ladi. Mana qanday qilib Enterococcusdan Staph aureusga shu vankomitsinga rezistentlik namoyon qiluvchi genlar ko'chib o'tgan. Endi keyin gaplashadigan konsepsiyamiz bizda bakteriyalarni egzotoksillar hamda endotoksillar hisoblanadi. Endotoksillar bo'lishligi mumkin ham gram musbat bakteriyada, ham gram manfiyda bo'lishi mumkin egzotoksillar. Va hujayralarda sintez qilib egzostoz qilinadi, hujayraning tashqarisiga chiqariladi. Va natijada boshqa organizm hujayralar, inson organizm hujayralariga ta'sir qilib, ma'lum bir effektlarni nima qilishi mumkin, yuzaga chiqarishi mumkin. Endotoksillar bo'ladigan bo'lsa, demak biz birinchi darsda gaplashib o'tgandik. Demak, ular nima qilar ekan? Outer membrane bir qismi hisoblanar ekan. Shuning uchun ham outer membrane tarkibiy qismi bo'lganligi uchun qachongina hujayra o'lgandagina yoki parchalangandagina interstitsiyaga ajralib chiqishligi mumkin. Mana shu bakteriyalar yashash davomida endotoksillar tashqi muhitga ajralib chiqmas ekan. Demak, bu yerda mana rasmda ko'rsatishim mumkin, qachonki hujayra devori ma'lum bir qismi parchalangandagina ajralib chiqadi-da va o'zini demak effektini ko'rsatishligi mumkin bo'ladi. Endi shularni bir qancha farqlari bor ekan. Demak, secreted from the cell hujayradan sintez bo'ladimi? Egzotoksillar ha, hozir aytgan sabablarim bo'yicha endotoksillar esa yo'q. Demak, hujayra qachon parchalangandagina ajralib chiqishligi mumkin bo'ladi. Tarkibi bo'ladigan bo'lsa, egzotoksillar asosan polipeptid moddalardan tashkil topgan bo'ladi. Endotoksillar bo'ladigan bo'lsa, lipidlardan tashkil topgan bo'ladi. Hamda lipopolisaxaridlardan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, endi shu toksillar haqidagi ma'lumot qayerda saqlanadigan bo'lsa desak, egzotoksillar haqidagi ma'lumotlar plazmitda yoki mana bu bakteriofaglarda saqlanishligi mumkin bo'ladi. Masalan, yuqorida qo'yib o'tgan jarayonlarimiz orqali nima qilishi mumkin ekan? Bir bakteriya o'zidagi egzotoksin ma'lumotini saqlovchi genni boshqa bir bakteriyaga o'tkazishligi mumkin bo'ladi. Ya'ni conjugation transpozonlar orqali yoki transformatsiyalar orqali. Endotoksillar haqidagi ma'lumot esa bu hujayra devorida komponenti bo'lganligi uchun faqatgina xromosomal bakteriyada saqlanadi. Endi toksisity esa egzotoksinlar oqsil tabiatli bo'lganligi uchun juda ham kuchli bo'ladi. Toksisity esa shuning uchun ham juda ham kam miqdorda mikrogramlarda nima qilishligi mumkin? Fatal dozada bo'lishligi mumkin. Juda ham toksisitesi baland. Endotoksillar bo'ladigan bo'lsa, toksisitesi juda past, non-spesifik polisaxarid bo'lganligi uchun shuning uchun ham bir muncha yuzlab mikrogramlar demak kerak bo'lar ekan, aynan o'limga olib kelishligi mumkin. Klinik effektlari juda ham ko'p klinik effektlarni beradi. Egzotoksillar mana bu keyingi varaqada ko'rsatilgan har xil bakteriyaning har xil egzotoksinlari bor. Ular juda ham xilma-xil natijalarga olib kelishligi mumkin bo'ladi. Bu haqida har bir bakteriyani tanishib chiqamiz. Hozir o'rgansak hech qanaqa ma'no anglatmaydi sizlar uchun. Shuning uchun ham bakteriyalar o'zi bilan hali tanishib chiqmaganmiz. Endotoksillar bo'ladigan bo'lsa, hammasi bir xil effektga olib keladi. Fever, isitma, shock, demak qon bosimi pasayishi hamda disseminated intravaskular koagulatsiya, ya'ni koagulyatsiyaning oshishi bilan namoyon bo'ladi. Mode of action qanaqa sodir bo'ladi? Demak, har bir bakteriyani o'tganda bu haqida gaplashib chiqamiz. Egzotoksillar har xil mexanizmlar orqali sodir bo'ladi. Endotoksillar bo'ladigan bo'lsa, faqatgina bir xil mexanizm bilan amalga oshadi. Maxsus sitokinlar ajralib chiqadi hamda ana shu sitokinlar o'zini mana yuqorida fever, shockga o'xshagan belgilarni namoyon qiladi. TNF alfa interleykin 1 hamda interleykin 6 lar ajralib chiqib, yuqoridagi effektlarga sababchi bo'ladi. Antigenligi esa demak mana bu egzotoksillar oqsil tabiatli bo'lganligi uchun juda ham kuchli antigenni ko'rsatadi va ko'p antibodiyalarning sintez qilinishida chaqiradi organizmga tushgandan so'ng.
Endi mana bu endi toksinlar bo'ladigan bo'lsa, lipopolisaxarid va polisaxaridlar tashkil topgan bo'lgan kuchli antigen emas, shuning uchun ham purely antigen, ya'ni antibodilar sintezini hosil qila olmaydi organizmga tushgandan so'ng. Demak, vaksinalar egizak toksinlardan sintez qilinishligi mumkin, tayyorlanishi mumkin. Demak, oqsil tabiatli bo'lganligi uchun yuqori antibodiya sintezini hosil qila oladi. Shuning uchun ham demak biz egzotoksinlardan vaksinalarni hosil qilishda ishlatishligimiz mumkin bo'ladi. Endi toksinlar bo'ladigan bo'lsa, bular no toxoid, ya'ni bular lipid tabiatga ega bo'lganligi uchun bulardan vaksina tabiatida foydalanib bo'lmaydi. Endi parchalanishi egzotoksinlar issiqlikka chidamsiz hisoblanadi, chunki oqsillar tezlik bilan denaturasiyaga uchrashligi mumkin. Faqatgina exceptionlar bu Staphylococcus, demak enterotoksini yuqori haroratda ham parchalanmaydigan. Shuning uchun ham bizda diareya, vomitingga o'xshagan belgilarga namoyon qiladi. Staphylococcus o'tganlar bu haqida gaplashib o'tamiz. Hamda Escherichia coli'ning heat stable toksini bu diareyaga sabab bo'ladi. Ana mana shu toksinlar exception ekan, qolgan barcha egzotoksinlar bizda 60 gradusda parchalanib ketar ekan. Endi toksinlar bo'ladigan bo'lsa, stable hisoblanadi issiqlikka, chunki lipopolisaxaridlar juda ham katta polimer modda bo'lganligi uchun 100 gradusda ham stable hisoblanar ekan 1 soat davomida. Misollari, masalan, egzotoksinlarga juda ham ko'p turlari bor. Misol qilib tetanus, botulizm, difteriya, xolera har biri boshqacha mexanizmlar bilan ta'sir qiladi organizmga. Endi toksinlar esa bu yerda demak misol keltirib, meningokokksemiyani misol keltirilgan bo'lsa, bu demak meningokokksemiyadagi simptomatikani tasavvur qilishligi mumkin. Bu holatda nima bo'lardi? Bemorda isitma bo'ladi, hypertension, shokka olib keladi. Demak har xil tanadagi toshmalar paydo bo'ladi. Yuzdagi qon ketishlar sababli petexiyalar yuz berishligi mumkin bo'ladi. Bu mana shu demak birinchida bu giperkoagulyatsiya. Bu mana bu disseminated intravascular coagulation hisobiga demak hamma coagulation faktorlarini ishlatib ketib qoladi va organizmda juda ham ko'plab gipocoagulation holatiga olib keladi va mayda qon ketishlarga sabab bo'lib, teridagi rashlar, toshmalar bilan kuzatilishligi mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda shuning uchun sepsisga sabab bo'lishligi mumkin bo'ladi. Bu yerda demak egzotoksinlarni har xil bakteriyalar tomonidan ishlab chiqarilgan egzotoksinlar ta'sir mexanizmlari keltirib chiqaradigan kasalliklar yozilgan. Buni har bir bakteriya bilan tanishganimizda o'rganib chiqamiz. Endi bu yerda endotoksinlar sabab bo'ladigan yagona mexanizmi ko'rsatilgan. Demak, faqatgina gram manfiy bakteriyalarni outer membranada saqlanar ekan, hamda tarkibida O antigen, korpolisaxarid hamda lipid Adan tashkil topgan. Toksik komponenti bu yerda lipid A hisoblanar ekan. Endi bu yerda Neisseria bo'lar ekan. Masalan, Neisseria meningitisida bu polisaxarid o'rniga o'zi demak tarkibida lipopolisaxarid saqlar ekan. Xo'p, endi hujayralar faqatgina lizis bo'lgandagina ajralib chiqadi yoki hujayralarning tashqi membranasida maxsus pufakchalar, ya'ni blabla detaching bo'lishi natijasida ham ajralib chiqishligi mumkin. Egzotoksinlar esa faqatgina aktivlar secreted bo'ladi, bunga qarama-qarshi ravishda. Endi mana shu endotoksinlar ajralib chiqqandan so'ng 3 xil komponentni aktivlashtiradi. Bu birinchisi makrofaglarni aktivlashtiradi, ikkinchisidan complementary activation hamda uchinchisidan tissue faktorlar aktivatsiyasi namoyon bo'ladi. Xo'p, makrofaglar mana bu endotoksinlarni o'z-o'ziga toll-like receptor 4 yoki CD14 retseptorlar orqali tanib oladi hamda o'zidan mana bunaqa sitokinlar ajralib chiqaradi. Interleukin 1, interleukin 6 bizda fever isitmaga sabab bo'ladi. TNF alfa bo'ladigan bo'lsa bu isitma hamda hypertensionga sabab bo'ladi. Qon bosimi pasayishi, hypertension hamda nitrik oksid bo'ladigan bo'lsa bu ham hypertensionga, qon bosimi tushishiga sabab bo'ladi. Komplement sistema aktivlashadi. Komplement 3 oy aktivlanishi natijasida bu anafilotoksin bo'lganligi uchun mast hujayralardan ularni yuzasiga birikib, ulardan demak histaminni release ajralishini ta'minlaydi. Histamin ham mana shu joyda hypertensionga hamda qon tomirlarining kengayishi natijasida edemaga sabab bo'ladi. Va ana shu yerda qonni o'tkazuvchanligi oshishlik hisobiga shishish hamda suyuqlikning interstitsiyaga chiqishi amalga oshadi. Endi ana shu joyda demak komplement 5A aktivlanishi natijasida neytrofillarga hemotoksis bo'ladi. Tissue factor activation natijasida esa
Coagulation kaskad aktivlashadi. Coagulationning tashqi ichki mexanizmlari bor-da bizda. Demak, mana bu extrinsic faktorda e'tibor bersangiz, buni biz gematologiyada gaplashib o'tamiz. Tashqi faktor bo'ladi. U demak, to'qima faktori barcha o'zidan keyingi zanjirlarni aktivlash orqali natijada koagulyatsion zanjiri aktivlanishiga hamda oxirida fibrin hosil bo'lishiga ta'minlab beradi. Bu haqida demak gematologiyada chuqurroq gaplashib o'tamiz. Hozircha bizga muhim bo'lgani demak, mana bu haligi disseminated intravascular coagulation tarqoq qon tomir ichki koagulyatsiyasi bo'ladi. Ya'ni kuchli holatlarda bo'ladi-da bu sababchi. Masalan, meningokoksemiyada shunaqa holat bo'lishi mumkin. Har doim ham bunaqa holat bo'lavermaydi. Shunaqa qilgan holatda demak nima qiladi? Koagulyatsiya faktorlari ishlanib ketishligi hisobiga qolgan qismlarda koagulyatsiya faktorlari yetishmasligi hisobiga juda ham organizmda tarqoq qon ketishlar sabab bo'lishligi mumkin. Endi mana bu yerda hozir biz gaplashib o'tgan barcha endotoksilarni demak bitta qilib ko'rsatilgan. Edema, shish, nitrik oksid qon tomirlarini kengaytirar ekan va natijada gipotenziyaga olib keladi. Keyin disseminated intravascular coagulation, DIS outer membrane joylashgan TNF alfa sabab bo'ladi. O antigen, kor polisaxarid hamda lipidlardan tashkil topgan. Extremely head stable 100 gradusda ham 1 soatda stable turadi. Interleukin 1, interleukin 6 neytrofillarning hemataksisi chaqirar ekan hamda shokka olib kelishligi mumkin bo'lar ekan. Xo'p, demak bu mnemonika qilib shu endotoksinlarga mnemonika qilib berilgan belgilari. Xo'p, demak bu egzotoksin, endotoksin haqida edi. Xo'p, endi keyingi gaplashadigan oxirgi konsepsiyamiz bu bugun uchun gram musbat bakteriyalarni klassifikatsiyasi. Gram musbat bakteriyalar haqida gap ketganda umid qilamanki sizlarning esingizga kelyapti. Gram bo'yash usullari bo'yalganda purple rangga kirishi, fioletoviy binafsha rangga kirishi. Ya'ni o'zida shunaqa rangni o'zida saqlab qolganligi uchun gram musbat hisoblanardi. Bunga yana nima sabab bo'lardi? Qalin hujayra devori rangni saqlab qolishiga. Gram manfiy bakteriya bo'ladigan bo'lsa, birinchi rangi blue rangi o'zida saqlab qolmasligi sababli spirtli ta'sirida yuvilib ketadi va ikkinchi rangi pink rangni o'zida olardi. Demak, purple blue bakteriyalar bular gram musbat bakteriyalar hisoblanadi. Gram usulida bo'yalganda demak, ular hujayra shakliga ko'ra biz 3 ta gruppaga bo'linar ekan. Tayoqchasimon batsillalar, yumaloq shakldagi koklar hamda shoxsimon shakldagi branching filamentlarga bo'linar ekan. Batsillalar o'z navbatida 2 ta gruppaga bo'linadi: aerob hamda anaeroblar. Kislorodli sharoitda hamda kislorodsiz sharoitda yashovchilar. Kislorodsiz sharoit aeroblarga Listeria, Bacillus hamda Corynebacterium kiradigan bo'lsa, anaeroblarga Clostridium, masalan, Clostridium tetanus yaxshi bilsangiz kerak. Kutibacterium, demak bu oldingi nomlanishi Propionibacterium, ya'ni husnbuzarni keltirib chiqaruvchi bakteriya ham anaerob bakteriyalarga kirar ekan. Branching filamentlar ham o'z navbatida 2 ga aerob hamda anaerobga bo'linadi. Demak, bular aeroblarga nakardiya kiradi. Anaeroblarga esa actinomyces kiradi. Endi bu yerda keltirilgan nakardiya akset faz hisoblanadi. Kuchsiz akses faz. Akses faz deganda umid qilaman siz eslayapsiz. Kislotaga chidamli. Kislotaga chidamlini eslayapsiz. Akset fazligini qaysi usulda aniqlar deymiz? Albatta siz o'ylayotgan bo'lsangiz kerak, Zellnerson bo'yog'ida aniqlaniga. Akset faz demak kislotaga chidamli, not akset faz bo'ladigan bo'lsa, kislotaga chidamsiz bakteriya bo'lardi. Hop, demak, koklar demak bizda endi eng asosiy ko'p bakteriyalarning katta guruhini tashkil qiladi. Demak, koklar ham o'z navbatida fermentativ faolliklarga qarab, katalaza fermentativ faollikka qarab 2 ta gruppaga bo'linadi. Stafilokoklar bular katalaza faolligiga hamda masalan Staphylococcus aureus masalan katalaza nima qilardi? Vodorod peroksidini parchalarida suv bilan kislorodgacha.
Endi mana shu ferment faolligiga ega bo'lsa, bu stafilokoklar bo'lar ekan, koklar. Agar mana shu katalaza fermenti faolligi yo'q bo'ladigan bo'lsa, bular streptokoklar bo'lar ekan. Demak, bu nima uchun kerak? Mana bu yumaloq shakldagi bo'lgan koklarni bir-biridan ajratib olishimiz kerak, mikrobiologiyada, laboratoriyada. Undan tashqari yana bitta ajratib oladigan xususiyatlarimiz bu stafilokoklar mana bunaqa klasterlar, ya'ni uzun shingil ko'rinishga shaklga ega bo'lib o'sar ekan. Streptokoklar bo'ladigan bo'lsa, uzun zanjir hosil qilib o'sar ekan. Endi bular bir-biri ham juda o'xshash bo'lganligicha, bular ham yana bir-biri bilan farqlab olishligimiz kerak bo'ladi. Demak, bularni ham bir-biridan ajratib olishligimiz kerak. Koagulaza ferment faolligiga qarab yana ikkita gruppaga ajratib olishligimiz mumkin bo'ladi. Koagulaza bu demak fibringa aylantiruvchi ferment. Agar koagulaza faolligi bo'ladigan bo'lsa, bu Staphylococcus aureus bo'ladi bizda. Agar koagulaza ferment faolligi yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu bakteriya ikki xil bakteriya bo'lishligi mumkin. Staphylococcus epidermidis bo'lishligi mumkin. Staphylococcus saprophyticus bo'lishligi mumkin. Endi bularni bir-biri bilan ajratib olish uchun mana bu antibiotikni ta'sir qildirib ko'ramiz. Agar antibiotika sezuvchan bo'lsa, bu demak Staphylococcus epidermidis bo'ladi. Agar resistent bo'ladigan bo'lsa, bu saprophyticus bo'ladi. Demak, bu stafilokoklar uchtasi bir-biri bilan qanaqa qilib ajratib olishimizda. Endi streptokoklarga qaraydigan bo'lsak, bular demak qondagi gemol xususiyatiga qarab uchta gruppaga bo'linadi. Alfa hemolitik, beta hemolitik hamda gamma hemolitik. Ya'ni no hemolyz, umuman hemolyz chaqirmaydigan bakteriyalar. Xo'p, alfa hemolyz degani bu bizda partial hemolyz degani. Qisman hemolyz chaqiradigan hemolizni biz alfa hemolitik streptokoklar deyiladi. To'liq hemolizga olib keladiganlar beta hemolitik streptokoklar deyiladi va umuman hemolyz chaqirmaydiganlar gamma hemolitik deyiladi. Demak, mana bu yerda quyida uni vizual yaxshiroq ko'rishligi mumkin. Alfa hemolitik bakteriyalar, bularga Streptococcus pneumonia hamda Viridans streptococcus kiradi. Bularda rasmda ko'rishligi mumkin. Qonli muhitga uni ekilganda qisman gemoliz chaqirgan. Shuning uchun ham aniq bo'lmagan rang o'zgarishi ko'ringan bo'ldi. Demak, aytyapti without clearing, brownish or greenish jigarrang bo'lib qolgan. Beta hemolika esa to'liq gemoliz chaqirganligi uchun ularda demak hemoliz maydoni aniq ko'rilgan. Demak, hozir biz jadvalimizda ham ko'rishingiz mumkin. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, guruh A streptokoklar, Streptococcus agalactiae guruh B hamda Listeria monocytogenes. Demak, qonli muhitda aniq rang o'zgarishi, ya'ni completed lysis of red blood cells. Demak, bundan tashqari endi keyingi gaplashadiganimiz bular. Endi mana shularni ham bir-biridan yana biz farqlab olishligimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi biz bu demak partial hemoliz bo'ladigan bo'lsa, bu ikki xil bakteriya bo'lishligi mumkin. Yo Streptococcus pneumonia bo'lishligi mumkin, yo Viridans streptococcus bo'lishligi mumkin. Ularni ham bir-biridan ajratib olish uchun demak biz mana bu optaxin degan antibiotik bor bizda. Aynan mana shu optaxindan asosan laboratoriyalarda bo'ladi, amalda hozir ishlatilmaydi. Demak, quyida keltirilgan barcha antibiotiklar demak sezuvchan bo'lsa, bu Streptococcus pneumonia bo'ladi. Agar u resistent bo'ladigan bo'lsa, Viridans streptococcus bo'lar ekan. Yoki bayalda o'tli muhitda eritib ko'ramiz. Agar bu o'tli muhitda sezuvchan bo'lsa, Streptococcus pneumonia, agar unga resistent bo'ladigan bo'lsa, Viridans streptococcus bo'ladi. Endi ikkinchi xil streptokokklar bu beta hemoliz chaqiradigan streptokokklar, ya'ni to'liq hemoliz chaqiradi. Ular ham ikki xil bo'lishligi mumkin. Streptococcus agalactiae yoki Streptococcus pyogenes. Xo'p, bularni bir-biridan ajratib olish uchun endi biz boshqa antibiotikdan foydalanamiz, bazitrasindan foydalanamiz. Bazitrasin sensitiv bo'ladigan bo'lsa, Streptococcus pyogenes, resistent bo'ladigan bo'lsa, Streptococcus agalactiae. Yoki mana bu pure, ya'ni pyrrolidinyl peptidase fermenti. Agar aynan mana shu fermentni o'zida tutilgan bo'lsa, bu Streptococcus pyogenes hisoblanar ekan. Agar u ferment o'zida tutmasa, bu Streptococcus agalactiae, ya'ni beta guruh streptokokklar bo'lar ekan.
Hop, endi bizda 3-xil streptokoklar bizda gamma streptokoklar. Bular demak gemoliz umuman chaqirmaydi. Bular ham 2 xil bo'lishligi mumkin. Enterokoklar bo'lishligi mumkin hamda non-enterokoklar bo'lishligi mumkin. Streptokoklar. Hop, endi bularni ajratib olamiz. Mana bu 6,5% natriy xlorida eritmasida o'sishi yoki periodinil peptidase faolligiga qarab ajratib olishligi mumkin bo'ladi. Agar shu 6,5% natriy xlorida o'ssa hamda mana bu pure statusda demak musbat bo'ladigan bo'lsa, bu enterokokus bo'ladi. Bu ularga fekum hamda fekalis kiradi hamda 6,5% natriy xlorida o'sa olmasa, bu non-enterokokus, ya'ni streptococcus bovis yoki ikkinchi nomi bu streptococcus galolyticus ligini demak aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Demak, gram musbat bakteriyalarning klassifikatsiyasi haqida tanishib chiqdik. Xuddi mana shunaqa usullar yordamida bakteriyalar bir-biri bilan o'xshash shakldagi bakteriyalar antibiotiklarga rezistentligiga qarab yoki turli xil muhitlarda o'smasligiga qarab bir-biridan mana shunaqa usullar bilan ajratib olishligimiz mumkin bo'ladi. Keyinchalik keyingi darslardan boshlab har bir bakteriyani alohida xususiyatlari, qanaqa toksinlar ishlab chiqarishligi, qanaqa kasalliklarni keltirib chiqarishligi alohida gaplashib chiqamiz. Bugun shu, keyingi darslarda ko'rishguncha omad.